Assalamualaikum Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari. Bugungi navbatimiz yana ham Qo'shko'pir avtosavdo komfort bozori bo'ladi. Bugun sizlar bilan Gentra narxlarini ko'rib chiqamiz. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 30 ming yurgan, metan pakaleniya usturoqga ketilgan, kraskasi toza full. Avtomat korobka Gentra. Ko'rishingiz mumkin. 23-yil, kraska toza, 4 tona balon qo'yilgan. Avtomat korobka, salonlarni ko'rishingiz mumkin. Bahasi 160 million so'mdan qo'ydi. Lyukli kelishib beramiz. Qaytaradigan yeri bor. Navbatda mashinamiz 22-yil, 23-yil kuzovda. Kraskasi toza, bir joyida petnosi bor ekan. Qaranglar 70 ming yurgan. Buni bahasi 134 million so'm. Kredit bo'ladigan bo'lsa 11 million so'm bilan chiqadi. İlk ekan bu tonirovka ruxsatnomalari bor adashmasam mana. Keyingisini ko'rsatib o'taman. Navbatdagisi 2023-yilda ishlab chiqarilgan 65 ming yurgan metan pakaleniyalar bor. Bir joyida petnosi bor ekan. 23-yil bahasi 125 million so'm. Krediti 22 million so'm bilan chiqadi ekan. Bu mexanik bo'ladi ekan. Metan pakaleniyalar usturoqga ketilgan. Mexanik Gentramiz. Holatdan qaranglar, chexolini jolatib qo'yib turgan salon holatlari. Keyingi navbatdagi Gentramiz qora svet. 24-yil, 23 ming yurgan, metan gaz balonli usturoqga ketilgan, kraskasi toza. Bahasi 155 million so'm. Ko'rishingiz mumkin. Lyuksiz avtomat bo'ladi bu. Ideal holatda turibdi. Atigi 23 ming probek bo'ladi. 23 ming yurgan, 24-yil. Keyingisi bu ham 23-yil bo'ladi. Qora svet. 23-yil 60 ming yurgan. Metan pakaleniya usturoqga ketilgan, kraskasi toza. 156 million so'm bahasi 23-yil. Avtomat 4 tane toza balon qo'yilgan, metan pakaleniya, lyukli, avtomat korobka. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham ideal holatda. Navbatdagisi oq svet bo'ladi. Amerikan karossanof ketilgan, ko'rishingiz mumkin. 22-yil, 23-yil kuzovda. Metan pakaleniyalar bor, 90 yurgan. Bahasi 135 million so'm. Mana 130 bo'lsa beramiz. Taqalg'ani. 4 tane balon qo'yilgan, metan pakaleniyalar bor. Lyuklari bor, avtomat korobka, tonirovka razishinalari bor. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana salonlar ideal holatda turibdi. Optiraf paralarni esa qo'yilgan. Keyingisi qora svet yana tonirovka razishinalari bor. Ko'rishingiz mumkin. 2022-yil, 23-yildan olib qaytarilgan 80 ming yurgan metan pakaleniyalar bor. Krelinda petnosi bor ekan, kraska boshqa joyi toza. Tonirovka razishinalarini bor ekan. Bahasi 148 milliondan qo'yibdi. 140 million so'm bo'lsa beramiz. Shumka aytilgan polni mashinamiz, mana bu rulla qo'yilgan. Avtomat korobka, ko'rishingiz mumkin, ideal holatda turibdi. Mashin polni shumka aytilgan. Navbatdagisi 2023-yil 51 ming yurgan metan gaz balonli usturoqga ketilgan. Kraskasi toza. Bu mashinamiz 132 million so'mga qo'yib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu Darkman Blue deymi, oshni svetda. Avtomat korobka. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatini 132 million so'm yo'q, adashdim. Onun bitari 130 bo'lsa beramiz. Navbatdagisi 2023-yil 50 ming yurgan, metan gaz balonli usturoqga ketilgan, kraskasi toza. 23-yil 128 million so'm bo'lsa beramiz. Mexanik korobkada bo'ladi. 128 million so'm. Hamma mashinalardan kelishadigan joylari bor. Qaranglar, ham ideal holatda turibdi salonim. Ideal holatda.
Keyingisi 22-ci yıl. Bu Mokri Svet boladı. Mokri deyimlər, GK2 deyimlər. 70 min yürüyen metan qaz balonları stansiya etilgən görüşəcəyim üçün. Kapotun yüzündə az yana kraskiyası var ekan. Baxası naqd şıtır boladan olsa 105 min otomobil götürürəmiz. Mexanik GK2 Svet. Bunam gəlib görüb əkəsəcə boladı. Centralarımız şu bilən tügədi. Hələ köp gələ bende Cobaltlarımız var, bende Nexia 3'lərimiz var, həmən kütük kalamız. Xoş ki, bir hafta savda 24 saat xizmətdəmiz.